Assalomu alaykum do'stlar, Manhattan'da yangi loyiha boshladik. Odamlarning orasida sovg'alarni tarqatamiz va birinchi lokatsiya Drujba народа. Xalqlar do'stligi o'rtoqlar. 5 ta omadli insonni tanlaymiz, faqat 5 tadan 4 tasi yutadi, chunki bittasida omadlarini keyingi safar sinab ko'radilar. Ketdi. Omadinglarni sinab ko'rasizlarmi? Manhattan do'koni haqida bilasizlarmi? Ma'lumot bormi? Xo'sh, bilamiz. Obuna bo'lganmisizlar? Yo'q. Bitta obuna bo'lib qo'ysanglar, o'yinni zo'rni o'ynaymiz. Obuna bo'ldilar. Endi 5 tasidan bittasini tanlasangiz, qarang, bittasidan prosta nima bor. Keyingi safar, omadli keyingi safar sinab ko'radigan bo'sh biletimiz bor. Endi tanlang. Mana shuning ichidan livoltasini tanlang. Nima chiqdi? Sayqal registratsiya vaucher. Nimadir vaucher ekan. Sayqal restoraniga vaucher. Bu bizning do'konimiz nomidan Sayqal restoraniga borib 600 ming. maza qilib ovqatlansak bo'ladi. Tekin. Bering. Livoyn tanlang. 500 ming so'm. 500 ming so'm chiqdi. Postlashib beramiz. 500 ming naqd beramiz. Manhatanga obuna bo'lganmisiz o'zi? Podpiska tashadilar. Kameraga ko'rsatasiz. Zapiska bo'ldi. Mana podpiska qabul bo'ldi. 1 2 3 4 5. 500 ming so'm mana yutib oldi. Manhattandan keyin sovg'asi. Bo'ldi. Kiyim, tak, oyoq kiyim, sinka, shim. Akalar Manhattandan. Ha, soat ham bor uzr. Soat. Bir soat ham tanlab olasiz. Hop, mana tanlang. Hammasini almani sotadi. Buni berib qolmadi. Bo'ldi. Baxtli bola ekan lekin. Omadingiz bor ekan. Akalarim, bizda ikkita biletimiz qoldi. Bittasi omadli bo'ladi, bittasi omadsiz. Ikkalasidan bittasi yutadi. Bitta biletimiz afsus keyingi safar, ikkinchisi esa 1 million so'mdek vaucher. Ikkita odam hozir razigrovать qilishga boramiz. Manhattan do'kon haqida eshitganmisiz? Yo'q. Kim kecha do'kon? Eshitmaganmisiz? Obuna bo'lib qo'yinglar, bitta o'yinni zo'rni o'ynaymiz. Bittalarga omadinglar keladi, bittalarga kelmaydi lekin. Biletimizni ko'rsatamiz. Qolganini. Kimga omad tushadi, kimga omad tushmaydi. Birdaniga tortinglar. Nima chiqdi? 1 million so'mlik vaucher bo'ladi. Afsus keyingi safar biletimiz bo'ladi. Aka, do'konimizga keling. 1 million so'mlik vaucher sizga taqdim etamiz. 1 million so'mgacha bo'lgan mahsulotlarimizdan xohlagan narsa, o'zingizga yoqqan narsani xarid qilsangiz bo'ladi. Do'konimiz nomidan sovg'a. Mana vaucherimiz ko'rsanglar bo'ladi. Okey, siz qilmayapsiz. Xudo xolisa obuna bo'lib qolsangiz, yo'limizdan yana chiqsangiz, yana o'ynaveramiz, farqi yo'q. Xudo xolisa endi keyingi safar omadingizni yana bir bor sinab ko'ramiz. Akalarim, bugungi omadli ishtirokchilarimizni aniqladik va xursand qildik akalarim. Agar loyihamizga yoqqan bo'lsa, yuraklarni qizartirib, maksimal podдержка bersanglar bo'ladi akalarim. Va keyingi lokatsiyalarimizni kommentariyaga yozib yuborsanglar, qancha ko'p like yig'sa, o'sha joyga borib sizlarni xursand qilamiz akalar. Manhattanga obuna bo'lish esdan chiqmasin.